Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda AI va machine learning haqida gaplashamiz. Xo'p, to'liqroq gapiradigan bo'lsam, bugungi videomizda AI ning definitioni nima va hayotimizdagi o'rni va qaysi sohalarda keng ishlatilyapti shu haqida gaplashamiz. Bugungi videomiz o'zbek tilida bo'ladi, ingliz tilida emas, chunki juda ko'p o'zbek do'stlarim va ko'plab odamlar AI ni faqat ChatGPT, ya'ni so'z generatsiya qiladigan chatbotlar sifatida tushunadi. Aslida bu kengroq tushunchaligini bugungi videomizda yoritib beraman. Xo'p, boshladik unda. Definitiondan boshladigan bo'lsak, AI nima? AI bu insonlarga, ya'ni jonli, ya'ni insonlarga, ya'ni bizga taqlid qiluvchi bir sun'iy idrok, ya'ni inglizda shunday deyilgan. AI is something that mimics to a person and that tries to be half of us, and the definition shunaqa berilgan. Yana xo'p, qaysi sohalarda keng ishlatilyapti shu haqida to'xtaladigan bo'lsak, AI biz hozir logistika, ya'ni logistics, transport va ko'plab ishlatilayotgan sohalar, meditsina, moliya, shu kabi sohalarda AI juda ham keng ishlatilmoqda. Har bittasiga misol keltiradigan bo'lsam, moliya uchun moliyada, ya'ni risk aversion, ya'ni stoklarni predict qilish, ya'ni narxlarni o'sish kamayishi, medisinada esa kasallik turlarini aniqlash, biz bergan ma'lumotlarimiz orqali odamda qanday simptomlar orqali qanaqa kasallik bo'layotganini bilib olishlari mumkin. Xo'p, uchinchisi logistika bo'yicha misol uchun misol keltirishim mumkin. Aviasales va shunga o'xshash kabi kompaniyalar AI ni allaqachon o'zlari ishlatyapti. Chunki ular havo yo'llari bilan ishlagan uchun ular qisqa yo'llar, qayerda tirband emas, shu joylarni AI orqali, ya'ni sun'iy intellekt orqali shu joylarni bilib, oldindan forecast qilib ish yuritishadi. Shu sohalarda keng ishlatilyapti va xulosa qilish kerakki, bu ChatGPT, ya'ni hozir chiqayotgan DeepSeek, Grok va shunga o'xshash kabi sun'iy intellektlar, bular shunchaki so'zni generativ qiluvchi, generate qilib yozilgan so'zlarni tushunib, so'zlar ketma-ketligida bizga javob qaytarish xolos. Aslida AI kengroq tushuncha va bu keng sohalarda ishlatilishini biz bilishimiz kerak. Rahmat hammaga.